Bu videomuz Napolyon Bonaparte hakkında emas, balki Napolyon shirinligi haqida bo'ladi. O'zi o'ylab ko'rganmisiz? Shirinlikka nechun Napolyon nomi berilgan? Bugun sizlar bilan bu video davomida buni ko'rib chiqamiz. Shirinlikka bunday nom berilishini 3 xil tarixi bor. Birinchisi, Fransiyalik Napolyon Bonaparte va uning urushlari sharafini. Ikkinchisi, Napolitain so'zidan olingan va vaqtlar o'tishi bilan Napolyon so'zi bilan uyg'unlashgan. Balkim Napolitain so'zi noto'g'ri tarjima qilingan bo'lishi ham mumkin. Uchinchisi, 1912-yilda Rossiyada Napolyon ustidan qozonilgan g'alabani 100 yilligi munosabati bilan tort tayyorlangan va uning nomi Napolyon deb nomlangan. Shu uchun ham Rossiyada Napolyon sevib iste'mol qilinadi. Siz ismi yegulik nomiga aylangan yana qanday mashhur tarixiy shaxslarni bilasiz? Napolyon hamma vaqt bir gapliydi. Mana odim bilan mashhur bo'lgan Napolyon shirinliklari va shunga o'xshash bir-biridan mazza bo'lgan shirinliklarni Bunyod Optim do'konidan optim narxlarda xarid qilishlaringiz mumkin.